Abo aka, Eron gilamimiz necha pulida? 1.500.000 mi uka? Bo'ldi, hozir kelaman aka. Yaxshiyam sen uchratib qo'yganim do'stim. Nimalar qilib yursam, men o'zim shetdaman, jigar. Hormaylar aka. Mana jigar, senga aytgan Eron nomli gilamimiz. Bozorda eng oldi gilamni 2 xil tovlanuvchan. 3 milliongacha sotganmiz, senga 2,5 million so'm beradi. Jigar, aql yoshlikdan birga o'sganmiz-ku. Sifati zo'ra do'stim. Ha, zo'r jigar. Ha bo'ldi do'stim, senga ishonaman. Aka, bu gilamni sal arzonroq qilib bering. Bo'ldi uka, ma'qul keldimi gilam? Ha aka, ma'qul keldi, oladigan bo'ldik. Bo'ldi uka, Jamshidbekda hurmati bor, sizga 1.500.000 so'mga qilib beraman. Bo'laveradimi Jamshidbek? Ha, bo'ldi aka, o'zingiz undan qaytib qo'ydingiz-ku. Ey do'stim, boringga shukur. Bo'ldi jigar, baxtli bo'lsang bo'ldi. Rahmat. Bo'pti do'stim, rahmat senga. Bo'ldi do'st, xizmat bo'lsa kelaverasan. Rahmat. Aka, to'yga o'tasizlar. Abo aka, hozir shu qilgan ishingiz yaxshimi? Tirikchilikdan qo'ydingiz aka meni. Nima qildim ukam? Do'stim deb olib kelib 1.500.000 so'mlik gilamda 2.500.000 so'm baho aytyapsan. Temboli o'zimiz ishda Eronni gilam deb sotyapsan. Eshitmadingmi gapini? Rossiyaga borib qiynalib pul topib keldim. To'y boshlab qo'ydik. Kechirasan-u, bunaqa qilib aldab gilam sotadigan bo'lsang, qaytib do'konimga kirmay qo'yaver. Xafa bo'lmayman. Aka, lekin siz yaxshi qilmadingiz. Do'stingman deb choq qazdilar, oh